Agroverda 4 yildan beri shu texnikani haydayman. Bu texnika qulayliklari mana shu kartoshka ekish jarayonida polni ishlaydi. Yashillarda taqa to'kib beradi. Kara hisobida haydasa ham bo'ladi buni. Tak, dalani ishlarida bu texnika yaxshiroqda JCB Agri. Qulayliklari nima buni? Kovushlari bor. Bemalol go'ng ortsa bo'ladi. Nima deydi? Jo'xori, bug'doy, daladagi polni mana shu texnika bu qulayroqda. O'g'itlar sepishga, misol dori solishga, anaqa nurulaga hammasiga yaxshi ishlatsa bo'ladi. Qulaylik tomonlari hamma ichida misol konditsioner, boshqa narsalari bor. O'z uchunda operatorga. Bu dalada ish jarayonida masalan texnika buzilib qolsa, o'zini servisiga telefon qilamiz, sirazi kelib, sirazi tuzatib beradi. Joy-joyida. Bu zapchas, короче, muammo yo'q. 4 yildan beri shu texnikani haydasam, bu buzilavermaydi uncha-munchaga. Yaxshi texnika.